Bugungi ovqatimiz muzdan tayyorlangan ovqat. Ko'chada -10 gradus bo'lib yotibdi, lekin qalbim olovdek yongani uchun bugun muzdekkina ovqat yeymiz. Kelib qaynonamga ko'chaga chiqib ovqatlanaylik desam, yo'q, ko'cha sovuq dedilar. Shuning uchun unda men o'zim uyga zakaz qilib ovqatlanaman dedim. O'zini aralashtiramiz, qaynaymiz, bismillah. Achchiqqina grechkadan tayyorlangan mensa. Suvi bilan sovusi yaxshiroq aralashadi o'shaning uchun. Qani, bismillah. Birinchisi sizlar uchun. Ko'cha -, gradus bo'lib yotsa ham, lekin uyda issiqqina muzda ovqatlar yeyishmasida. Qaynonam mashina bitta oladilar-da, oxirigacha tiqib yuboradilar. Sho'rlarni so'raveradilar. Ben haligacha bilmayman. Mana shu ovqatni ichiga har doim yarimta tuxum qo'shib beradi. Nimaga yarimta, bitta emas. Mana shu lapshani kunjut yog'i qo'shib pishirilgani bor, o'shasi mazaliroq.